Arzoni kanalida 10 ta yarim narxda mashina berdingiz. 10 ta mashina foizsiz va 10 ta mashina tekinga tarqatildi. Shunaqa. Bu g'oyaga nima sabab bo'ldi? O'zida Instagramni kam yuritaman, eng arzonini. Sababi meni ideologiyam shunaqa. Bloger insonlar uni kuzatayotganidan noto'g'ri foydalanish kerak emas. Meni kuzatishayotgan ekan deb xohlagan gapini chiqib gapiraverish, bo'lar bo'lmas temalarni ko'taraverish kerak emas. Ko'rayotgan odam yo moddiy yo ma'naviy foyda ko'rish kerak. Bo'lar bo'lmas narsaga odamlarning vaqtini olsa, o'sha odamlarning vaqti uchun ham javob beradi inson. Bitta video 1 million prosmotr bo'lsa, bunday vaqtga statistikaga kirsangiz, nechidir yil bo'lib qoladi-da, o'pchi vaqt. Shuncha odamni nechidir yil umrini olyapsiz. Unga siz javob berasiz. O'shaning uchun shu narsadan qo'rqqan holda men kontent qilmayman. Qilsam ham iloji boricha yo moddiy, yo ma'naviy foydasi bo'lsin deyman. Juda ham o'ylab keyin kontent qilaman. O'sha insonlarga, odamlarga meni kuzatayotganiga yarasha rag'batlantira olishim uchun 30 ta mashinani shunaqa qilib berdim. Ehson deb atamayman men qilgan ishlarimni. Ko'pchilik ehson deb gapirdi. Men birorta videoyimda birorta so'z ishlatmaganman. Bu ehson qilyapman. Ehson meni tushunchamda kamerasiz ko'rsatmasdan qilinadi. Men shunchaki kontent qildim. Prosta foydali, manfaatli kontent, ma'noli kontent. Rasxodi qanaqa bo'ldi bu 30 ta mashinani? Umumiy hisobda bizdan ketgan bo'lsa 20 ming, 30 ming ketgan bo'lishi mumkin.